Bismillahirrohmanirrohim. Mashalloh, subhanalloh. Nima deb o'ylaysizlar, bu qanaqa xona? Bu akamiz uylaridagi namozxona. Men niyat qildim, ya Allohim, menga ham nasib qilgan. Mana shu videoni ko'rib ham niyat qilgan bo'lsa, hammaga uyda shunaqa chiroyli namozxonalarda namoz o'qishlikni nasib qilgan. Juda ham ajoyib. Xarajati umuman ayalmagan, dizayni juda ham dahshat. Даже lyustralar ham xrustalli qilingan, juda bir-biriga mos. Menga juda ham hosim keldi. Juda ham hayron qoldim. Ko'p uylarda bo'lamizda. Uncha narsa odamlarni hayron qoldirmayotgan bir paytda mana namozxona vafi dahshat. Hammamizga nasib qilsin. Uyimizda shunaqa ibodat qiladigan bir kichkinagina namozxona. Saflasi shunaqa joylarga saflash kerak edi, pullarni qancha ko'p ketsa ham shuncha oz. Qaranglar, qanaqa chiroyli, qanaqa go'zal. Mashalloh. Gilamlarni ham yengib to'shab qo'yibdilar-da. Qoyil qoldim.